Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan gipertoniyani medikamentoz davolash bo'yicha gaplashib o'tamiz. Albatta, eng so'nggi tavsiyanomalarga asoslangan holda. Demak, boshladik. Gipertoniya kasalligini davolashda Yevropa kardiologlar jamiyatining eng so'nggi tavsiyanomalariga ko'ra, start dozani, ya'ni boshlang'ich etapni past dozali tarkibida ikkita antigipertenziv preparati bo'lgan kombinirованный preparatdan boshlash tavsiya qilinadi. Bular qaysi gruppalar? Bular angiotensin retseptori blokatori yoki angiotensinga aylantiruvchi ferment ingibitorlari. Shular bilan birgalikda kalsiy kanal blokatori yoki diuretiklar. Asosan tiazid diuretiklar haqida. Tiazid. Demak, biz gipertoniyani medikamentoz davolashni boshlaganimizda birinchi qiladigan ishimiz eng past dozada, ya'ni minimal dozada tarkibida ikkita antigipertenziv preparati bo'lgan doridan boshlashimiz kerak. Bular demak angiotensin retseptor blokatori yoki angiotensinga aylantiruvchi ferment ingibitori bilan yoki bu bilan birgalikda kalsiy kanal blokatori yoki tiazid diuretiklar bo'lishi kerak. Misol uchun biz amaliyotda eng ko'p ishlatadigan amlessa yoki valodip kabi dorilar bor. Sizlarga ma'lum va mashhur bo'lgan amlessa va valodip kabi dorilar bor. Amlessa tarkibida bilasizlar amlodipin va perindopril kabi ikkita komponent mavjud. Demak, amlessaning tarkibidagi amlodipin bu kalsiy kanal blokatori, perindopril esa angiotensinga aylantiruvchi ferment ingibitori. Valodip bo'lsa valsartan, ya'ni angiotensin retseptor blokatoriga kiradi hamda tarkibida amlodipin ham mavjud. Demak, bu kalsiy kanal blokatori. Eng ko'p ishlatiladiganlardan yoki bo'lmasam bundan tashqari yana sizlarga ma'lum bo'lgan lartenza degan dori mavjud. Bilasizlar, savdoda ishlatiladigan ko'p dorilardan biri. Lartenzani tarkibida angiotensin retseptor blokatorlaridan lazartan kaliy bor hamda diuretiklardan gidroxlor tiazid mavjud bo'ladi. Mana ko'rdinglar do'stlar, demak birinchi startimizni, ya'ni gipertoniyasi bor bemorlarda start boshlash, ya'ni medikamentoz terapiyani boshlaganimizda tarkibida ikkita antigipertenziv preparat bo'lgan doridan boshlashimiz kerak. Demak, bular angiotensin retseptor blokatori yoki angiotensinga aylantiruvchi ferment ingibitorlar, ya'ni APF ingibitor deb qo'yamiz. Shulardan ikkalasidan biri bilan kalsiy kanal blokatori yoki diuretiklardan tiazid simon diuretiklar bo'lgan moddalardan birini qo'llashimiz kerak bo'ladi. Endi hozirgi paytda ba'zi bemorlarimiz uzoq yillardan beri monoterapiya, ya'ni tarkibida bitta antigipertenziv preparati bo'lgan dorilardan foydalanishadi. Aslida bu noto'g'ri hisoblanadi. Ya'ni bitta monoterapiya yetarlicha kuchga ega bo'lmaydi. Shuning uchun biz monoterapiyani faqat maxsus gruppali bemorlargagina qo'llay olamiz. Bular kimlar? Arterial bosimi maksimum 140 gacha bo'lsa, ya'ni uy sharoitida tekshirdi, shifoxonada tekshirdi, hattoki bir sutkalik qon bosimini tekshiruvchi apparatda tekshirdi, maksimum 140 gacha chiqyapti arterial bosimi. 140 dan oshmaydigan bemorlar bo'lsa, mana bu bemorlarga biz monoterapiyani buyurishimiz mumkin bo'ladi. Yoki bemorlar juda og'ir surunkali kasallikka chalingan bo'lsa, bemor juda ozib ketgan, nimjon, nozik, yotoq rejimida og'ir kasal bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'rtacha yoki og'ir zaiflik bo'lsa bemorda, bunday bemorlarga ham monoterapiya qo'llashimiz mumkin. Yoki bo'lmasam simptomatik ortostatik gipotenziyasi bor bemorlar. Simptomatik ortostatik gipotenziya degani nima degani? Davleniyasi bor bemor, misol uchun o'tiribdi, yotibdi, davleniyasi bor. Shu bemor birdan o'rnidan turganda bosh aylanib hushdan ketib qoladi yoki bosh aylanib o'zini yo'qotib qo'yadi. Bularda
o'rnidan birdan turishiga davleni rezki tashlab yuboradi. Bu simptomatik ortostatik gipotenziya deydi. Xuddi shunday guruhdagi bemorlarga biz demak monoterapiya qo'llashimiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari bemorni yoshi 85 yoshdan katta bo'lgan qariyalarda. Chunki ularda qon bosimini regulyatsiyasi yaxshi rivojlanmagan. Ikkitali kombinatsiya qon bosimini tushirib yuborishi mumkin. Shuning uchun bularga monoterapiya qo'llashimiz kerak. Tushunarli. Demak, monoterapiya faqat ushbu guruhdagi bemorlar uchun xos ekan xolos. Demak, bular arterial bosimi 140 gacha bo'lgan bemorlar, o'rtacha yoki og'ir zaif, ya'ni nogiron bo'lishi mumkin, yotoq rejimida bo'lishi mumkin, surunkali kasalliklarning oxirgi bosqichida bo'lishi mumkin. Shunday holatdagi bemorlar yoki simptomatik ortostatik gipotenziyasi bor bemorlar hamda 85 yoshdan katta bo'lgan bemorlarda monoterapiya qo'llashimiz mumkin ekan. Qolgan bemorlar esa boshlanishi demak start doza ikkitalik kombinirованный preparatlardan boshlashimiz kerak. Endi aytaylik, ikkitalik kombinirованный preparatlar berildi. Biz uni 1-3 oy davomida, 1 oydan 3 oygacha bo'lgan oralig'da bu preparatning effektivligini baholashimiz mumkin. Ya'ni bu preparatni berdingiz, 1 oyning ichida uni qon bosimi normaga keladi. 1 oydan keyin qayta baholashingiz kerak. Bu 3 oygacha bo'lishi mumkin baholash, lekin odatda 1 oy yetarli bo'ladi. Agar 1 oyda yaxshi effekt beradigan bo'lsa, biz 1 yil davomida bemorga hech narsani o'zgartirishimiz shart emas. Ya'ni zo'r ta'sir qilsa dori 1 yil davomida bemor yaxshi yuraveradi. 1 yildan keyin yana bemorning holatini qayta baholaymiz. Hammasi cho'tki bo'lsa, yana shunday davom etaveradi. Endi mabodo 1 oy davomida qayta baholadik yoki 1 yildan keyin bemorda bu ikkitali preparat ta'sir qilmay qo'ydi. Biz o'zi past dozada boshlaganmiz. Endi biz uni dozasini ko'tarmaymiz. Ya'ni aytaylik, misol uchun amlissani 4 ga 5 dan boshladik davolashda, 1 oy ichida effekt bermadi. Endi biz buni dozasini 8 ga 10 ga ko'tarishimiz kerak emas. Yevropa kardiologlar jamiyati buni dozasini ko'taring demayapti. Siz sirazi ikkitalikdan 3 talikka, ya'ni tarkibida 3 ta antigipertenziv preparat bo'lgan kombinirованный terapiyaga o'ting deb tavsiya qilyapti. Chunki sinov jarayonida buni effektivligi dozasini ko'targandan ko'ra yaxshi samara bergan. Demak, bular xuddi shu angiotensin retseptor blokatori yoki angiotensinga aylantiruvchi ferment ingibitori plus kalsiy kanal blokatori plus tiazidsimon diuretiklar bo'lishi kerak. Misol uchun aytaylik, coamlessa degan dori bor. Coamlessa yoki covalidib bor, bilasizlar, valodib. Coamlessa yoki covalidib degan dorilar bor. Aynan shu coamlessa, covalidib dorilari tarkibida misol uchun angiotensin aylantiruvchi ferment ingibitorlaridan perindopril bor, kalsiy kanal blokatorlardan amlodipin bor, tiazidsimon diuretiklardan gidroxlortiazid mavjud. Yoki covalidibda mana bu angiotensinga aylantiruvchi ferment ingibitori emas, balki sartanlardan valsartan bor, amlodipin bor hamda gidroxlortiazid bor. Demak, bu 3 talik kombinatsiya. Endi past dozalarda 3 talik kombinatsiya effekt bermasa, bu ham xuddi oldingi bilan bir xil, ya'ni 1 oydan 3 oygacha bo'lgan oralig'ida bemorda effekt kuzatiladi. Agar 1 oy ichida, odatda 1 oy idealniy vaqt, effekti bermasa, dozani o'zgartirishimiz kerak. Endi bunda yuqori dozaga o'tishimiz kerak bo'ladi. Agar effekt beradigan bo'lsa, yana 1 yil davomida bemalol dorini ichib yuraveradi bemor. 1 yildan keyin bemorning holati qayta baholanadi. Agar orada qanaqadir kasalliklar boshqalar bo'lmasa, hamma yoq cho'tki bo'lsa, 1 yil davomida hech qanday bemorga tegilmaydi, shu dorisini ichib yuraveradi. Bu idealniy davolash. Xo'p, endi agar past dozali 3 talik kombinatsiyali antigipertenziv preparat effekt bermasa, endi uni dozasini ko'tarishimiz kerak ekan. Yuqori dozagacha, maksimum dozagacha olib chiqishimiz mumkin. Yuqori dozaga olib chiqdik.
effektini ko'ramiz. Effekt bersa, demak dal shu 1 yilgacha bemor dorini ichib yuraveradi. 1 yildan keyin qayta baholaymiz. Yaxshi bo'lsa yana ichib ketaveradi. Har yili baholab turish kerak bo'ladi. Endi agar qaysi holatda bo'lishidan qat'iy nazar bemorda gipertoniya bilan birgalikda stenokardiya kasalligi bo'lsa yoki surunkali yurakka yetishmovchiligi bo'lsa yoki miokard infarkti o'tkazgan bo'lsa yoki turli xil aritmiyasi bo'lsa yuragida, bu bemorlarga albatta beta blokatorlar qo'shib berishimiz kerak. Albatta beta blokatorlar qo'shib berishimiz shart. Aytaylik, misol uchun mana bu dastlabki endi davleniyasi bor bemorga dori yozayotgan paytingizda ham bemorda mana bu kasallik stenokardiya, yurak yetishmovchiligi, infarkt yoki aritmiya qaysi biri bo'lsa ham обязательно beta blokator qo'shib berishingiz kerak. Misol uchun bisoprolol va past dozali amlessa bo'lishi mumkin, valadib bo'lishi mumkin. Ikkitalik kombinatsiyali preparatlardan, misol uchun yoki lartenza bo'lishi mumkin. Tushunarlimi? Demak, bular shunday qilinadi. Endi siz 3 talik dozaga o'tgan bo'lsangiz ham, 3 taligingiz minimal doza bo'lsa ham, maksimal doza bo'lsa ham, mana bu kasallik bormi? Albatta, tarkibida beta blokator bo'lishi shart. Endi 3 talik dozani, 3 ta preparatli dozasini maksimumga olib chiqdingiz, beta blokatori ham bor. Lekin bemor oldingizga kelyapti. Doktor, dorim ta'sir qilmayapti. Endi nima qilay deyapti? Shu paytda siz обязательно ikkita narsani tekshirishingiz kerak. Birinchi o'rinda bemor haqiqatda dorisini har kuni vaqtida ichyaptimi, yo'qmi? Kasaldan so'raysiz. Ba'zilar ichyapman, yaxshi bo'lib qoladi, esimdan chiqib qoldi va hokazo gaplar aytadi. Ba'zilar ichmayotgan bo'ladi yoki ichsa ham haqiqatda ta'sir qilmagan bo'lsa, endi bu bemorni как положено o'tirib olib, polniy tekshirib chiqish kerak. Nima uchun davleniyasi ko'tarilyapti? Hamroh kasalliklari bormi? Bu davleniya ikkilamchi gipertenziyami? Avval birlamchi degan bo'lsa, ikkilamchi gipertenziyami yoki bunga qo'shimcha qanaqadir gormonal funksiya buzilishi bormi? Boshqa narsa bormi? Buni обязательно tekshirish kerak. Ko'pincha bu narsa kardiologiya markazlarida amalga oshiriladi. Endi agar siz qo'lingizda imkon bo'lsa, keng profilli klinika bo'lsa, bemalol ikkilamchi gipertenziyani ham tekshirasiz, boshqa narsani ham tekshirishingiz mumkin. Haqiqatda bemor to'g'ri dori ichyapti, lekin ta'sir qilmayaptimi? Endi bemorda rezistent gipertenziya degan kasallikni o'ylash kerak. Bu turg'un gipertenziya deydi, rezistent gipertenziya, shuni o'ylash kerak. Va keng bemor ustida o'tkazilgan tekshiruvlardan keyin bu rezistent gipertenziya tasdiqlansa, bunday bemorga endi davolash usuliga ozgina o'zgartirish kiritamiz. Demak, nima qilamiz? Yuqori dozali 3 talik kombinatsiya bilan birgalikda mineralokortikoid retseptor antagonisti bo'lgan dorilardan beramiz. Bularda eng ko'p qo'llaniladigani bu spironolakton. Spironolakton. Bilasizlar, buni verashpiron nomi bilan chiqadigan original preparat hisoblanadi. Aslida buni boshqa variantlari ham bor. Xo'p, endi do'stlar, spironolakton yuqori dozali 3 talik preparatlar bilan birgalikda spironolakton qo'shdik. Lekin spironolaktonga nisbatan organizmda tolerantlik bo'lsa yoki individual sezuvchanlik bo'lsa, uni o'rniga biz to'g'ridan-to'g'ri analogi sifatida eplerenon preparatidan foydalanishimiz mumkin. Bu eng ko'p ishlatiladigani espironon bilan chiqadi, bilsanglar. Xuddi shunday espironon bilan chiqadi. Demak, rezistent gipertenziyada birinchi qo'shiladigan preparatimiz bu 3 talik yuqori dozali kombinirованный preparatga aldosteron antagonist yoki mineralokortikoid retseptor antagonisti deymiz. Bu spironolakton. Verashpiron nomi bilan chiqadi, bilasizlar. Unga eplerenon, agar buni o'rniga eplerenonni qo'llashimiz mumkin. Bu espiron nomi bilan chiqadi. Xo'p do'stlar, endi rezistent gipertenziyasi bor bemorga spironolakton ham effekt bermadi. Endi nima qilamiz? Endi alohida bir guruh preparatlar bor. Shu preparatlarni qo'llashimiz mumkin. Bular alfa blokatorlar, alfa adrenal retseptor blokatorlari bo'lgan moddalar tamsulozin va doksazazin. Doksazazin dorisi bo'lishi mumkin. Tamsulozin yoki doksazazin dorisi
yoki markaziy ta'sir qiladigan gipotenziv preparatlardan misol uchun moksinidin preparati bo'lishi mumkin. Buni bilasizlar, eng ko'p ishlatiladigani bu Fizotens nomi bilan chiqadigan preparat yoki boshqa kaliy saqlovchi diuretiklardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Endi bu preparatlar ham effekt bermasa yoki rezistent gipertenziyada imkoniyat bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri renal denervatsiya degan yangi amaliyot bor. Bu kategoriyasi bo'yicha 2B kategoriyaga kiradi. Ya'ni qolgan barcha amaliyotlar effekt bermasa, oxirida qo'llaniladigan amaliyot hisoblanadi renal denervatsiya. Renal denervatsiya nima degani? Buyrakka keladigan nervni bir qismini kuydirish orqali ish faoliyatini to'xtatish. Misol uchun mana bu yerga chizadigan bo'lsam, mana bu buyrak. Shu buyrakka bilasizlar, simpatik nerv sistemasidan maxsus tola keladi. Va u buyrakning yuksaglomerulyar apparatidagi beta hujayralarga ta'sir qiladi. Beta hujayralarda renin sintezini stimulyatsiya qiladi. Renin sintezini. Umuman shu yerdan ras sistemasi aktivlanadi, bilasizlar. Buni ishlash mexanizmi. Endi aynan renal denervatsiya qilinganda bu ko'proq bir tomonlama qilinadi, ikki tomonlama qilinmaydi. Asosan bitta buyraknik. Mana shu nerv kuydiriladi. Renal ablatsiya desak ham bo'laveradi. Renal neyroablatsiya degan amaliyot hisoblanadi bu. Aynan shu nerv bir tomonlama kuydirilganda buni mana bu renin-angiotensin-aldosteron sistemasini ingiberlaydigan bu faoliyat pasayishiga olib keladi va natijada qon bosimi tushadi. Mana do'stlar, sizlar bilan gipertoniyani medikamentsiz davolash bo'yicha Yevropa kardiologlar jamiyatining eng so'nggi tavsiyalarini o'rganib chiqdik. Quyidagi ketma-ketlikda batafsil tushunib chiqamiz. Faqat bitta narsani eslab qolinglar. Agar siz tibbiyot xodimi, ya'ni shifokor bo'lsangiz, kardiologmi, terapevtmi, agar mana bu kategoriyaga kirmasa bemor, ya'ni davleniyasi 140 dan oshmasa, 140 dan baland bo'lsa yoki zaifligi bo'lmasa, simptomatik ortostatik gipotenziyasi yo'q bo'lsa yoki 85 yoshdan katta bo'lsa, hech qachon monoterapiya qo'llamang. Ikkitali past dozalidan boshlang standartda. Agar ushbu kategoriyaga kirsa, albatta siz monoterapiyadan foydalanishingiz mumkin. Monoterapiyada endi sizlarda savol tug'ilishi mumkin, qaysi preparatni ishlatamiz? Albatta angiotenzinga aylantiruvchi ferment ingibitori yoki angiotensin retseptor blokatori yoki kalsiy kanal blokatori. Mana shu uchalasi asosiy monoterapiyada qo'llaniladigan preparatlar hisoblanadi. Bilasizlar, yosh katta odamlar eski 5 yil, 10 yil uyog'ida yoki 20 yil uzoq oldin davleniyasi bo'lgan bemorlar haligacha hatto monoterapiya dorini ichib yuradi. Misol uchun enam kabi dorilarni ichib yurishadi. Ular haligacha ichib yuradi, lekin davleniyasi to'xtovsiz ko'tarilaveradi. Bolam enab dorisini ichib yuribman, har kuni ichaman, baribir davleniyam ko'tarilyapti deydi. Chunki ular noto'g'ri ichyapti. Chunki ular mana bu kategoriyaga kirmaydi. Demak, bu kategoriyaga kirmasa, mana shu etapda qon bosimini nazorat qilishimiz kerak. Albatta, har bir etapdan biridan ikkinchisiga o'tayotganingizda orada minimal 1 oy kuzatuv kerak. Bitta preparatni berdingizmi, 1 oy davomida bemorning effektini ko'rishingiz shart. 1 oyda agar kutgan effektingiz bermasa, unda siz keyingi etapga o'tishingiz mumkin. Misol uchun 2 talik bo'lsa 3 talikka, 3 talik bo'lsa dozasini ko'tarish, agar hamroh kasalligi bo'lsa beta blokatorlar qo'shish va hokazo. Tushunarlimi? Demak, ushbu videomizda sizlar bilan gipertoniyani medikamentsiz davolash ketma-ketlik haqida gaplashdik. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like va podpiskani bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Kardiologiyaga oid eng so'nggi ma'lumotlarni albatta bizning